Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Urganch shahrida Sputnikda marketning yanında 2 qavatli 140 kvadratli hovli joy sotib qo'yildi. Birgalikda tanishib o'tamiz yurtdoshlarni. Ko'chasi keng tushgan, balkonlar ega, radlari qo'yilib turibdi, mashina qo'yish uchun mestosi bor. Kichkina zilyon zonasi bor. Bismillahirrohmanirrohim. Giraverishimiz ishini tamburni netib qo'yibdilar. Rakovinalar qo'yilgan va 1,5-2 metrdan kafolatlangan. Oyoq deymiz yog'och pol. Bu yerimiz dalan. Dalan ham keng tushgan. Ham baland etib solingan. Bu yerimiz sanuzeli. Aristolar qo'yilgan, kafeldan chiqqan. Bu yerimiz spalni. Eshiklarimiz oppoq, yaxshi sifatli eshikdan o'rnatilgan. Cho'qil po'latilgan ekan. Bu yerimiz kuxnyasi, fartuqlar qilingan, zamonaviy kotyol. Shuni katta 30 amba yurtdoshlar. Ikkinchi qavatni ko'ramiz. Potoloklarimiz natijnoy matviy. İkinci qavat plita ekan. Birinchi qavat plita, ikkinchi qavat plita bilan beklangan ekan. Chap qo'limizda katta zal joylashgan yurtdoshlar. Bu yon tarafimizda yana balkon. İkinchi qavatda 2 spalni, 1 zal tushgan ekan. Pastda 1 spalni. Shunda общий 3 spalni, 1 zal, 1 dalan. Bu yerimiz yana spalni. Bu yerimizde katta spalni. 140 kvadrat marketin yanında. Bahasına geladigan bo'lsak 580 milyon so'm. Kvartira uy-joysi tomonidan yurtdoshlarimiz uchun reklamamiz bepul. Aloqa chiqaverasizlar. Sog'lom bo'linglar, ishlaringiz davom etsin.